Bugun Carlandga Doniyor aka mehmon bo'lib keldilar. Allianz Gruppi rahbarlari Doniyor aka xush kelibsiz Carlandga. Oke, Carland haqida o'zingizni fikringizni aytib o'tsangiz. Qanaqa, sizga yoqdimi? Atmosfera, komfort, ustalarni sizga gap muomalasi bir og'iz bizga aytsangiz. Men xursand bo'ldim. Bunaqa zo'r moyxona ochilganidan. Birinchidan mashinani mana qo'ydim. Sraz ichkariga olishdi. Sharoitlar muzdekgina o'tirib, mana boshqa hamma anaqa bor ekan. Qisqasi, любой mashinaga, xohlagan mashinani modeliga motor moylari, filtrlar va qo'shimcha filtrlarni ham hozir ko'ryapman. Ularni tozalaydigan suyuqliklar bo'ladimi, hammasi bor ekan. O'sha tomondan menga juda yoqdi. Assortiment ko'p. Assortimentga gap yo'q. Bolalar professional ekan. Bu ko'rinib turibdi ishlashidan boshqasidan. Vaqt masalasi bilasizlar, hozir hammada vaqt muammo. Juda probka bo'ladimi, ayniqsa ish odamlari, biznesmen boshqalar uchun vaqt muammo bo'ladi. O'sha tomondan ham bolalar juda ham operativniy, sifatli, tez ishlashadi. Rahmat aka kelganingizga, o'zingizni tanishlaringizga, o'rtoqlaringizga tavsiya qilasizmi? Yo'q, tavsiya qilishim samarqandda 100%. sharoit bo'lishi kerak edi. O'sha tomondan hozir men xalqaro o'yindagi tajribani, sharoitni ko'rdim. Premium darajada. Shuning uchun nafaqat tanishlarimga, hammaga tavsiya qilaman. Besh bor. Rahmat aka kelganingizga. Salomat bo'ling.